Ko'pchilik Turkiyada qanaqa qilib o'qishi, qaysi universitet tanlashi, qaysi hujjatlardan va grant va kontrakt kabi masalalarni bilmaydi yoki yetarlicha ma'lumotga ega emas. Bugungi videoda men sizga butun jarayonni to'liq tushuntirib beraman. Assalomu alaykum do'stlar, men ismim Jamshid. Hammaga mashhur bo'lgan o'sha Jamshid akkauntning muallifi, Turkiya burslari va Erasmus Plus kabi grantlar g'olibiman. Shuningdek, 10 dan ortiq o'quvchilarga Turkiya burslari va boshqa grantlar va 100 dan ortiq o'quvchilarga Turkiyada kontrakt asosida o'qishga yoki ta'lim olishiga yordam berganman. Demak, bugun siz bilan o'zimni 3-4 yillik tajribam bilan bo'lishgan holda Turkiyadagi tahsil olish, ya'ni ta'lim jarayonini to'liq yoritib berishga harakat qilaman. Xo'p, birinchi nima qilishimiz kerak? Tabiiyki, bizda birinchi Turkiyada o'qish bo'yicha xohish yoki istak bo'lishi kerak. Bundan keyin bizda ikkita yo'l bor: kontrakt yoki grant asosida Turkiyada o'qish. Xo'p, grantdan boshlaydigan bo'lsak, asosiy chet ellik talabalarga grant beradigan dasturlar ikkita: Turkiya burslari va Diyanet burslari. Turkiya burslari deyarli barcha yo'nalishlarga, bakalavr, magistratura, doktoranturaga hech qanaqa sertifikatsiz hatto grant uchish imkoniyatini beradi sizga. U haqida alohida video qilganman va buni YouTube kanalimda topishingiz mumkin. Xo'p, ikkinchisi Diyanet burslari. Diyanet burslari bu aynan islom bilimlari yoki ilohiyat yo'nalishini Turkiyada bakalavr, magistratura va doktoranturada to'liq grant asosida o'qish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari Koch, Sabancı va Bilkent kabi top mingtaliga kirgan xususiy universitetlarning o'zining grantlari bor, lekin ular yutish ancha qiyin va talablari ham qattiqroq bo'ladi. Xo'p, endi kontrakt, ya'ni o'sha to'lov puli asosida o'qiydigan universitet qanaqa bo'ladi? Xo'p, buni sizlarga oldin bakalavr, magistratura, doktorantura uchun o'taman. Bakalavrga keladigan bo'lsak, bizda ikki xil universitetlar bor. Bular sizdan IELTS yoki SAT ga o'xshagan sertifikat so'raydigan universitetlar va oddiy maktab diplomi yoki shahodatnomangiz bilan qabul qiladigan universitetlar ro'yxati. Bu aynan bakalavr uchun aytyapman demak. Xo'p, kontrakt asosida kelayotgan paytingiz top universitetlar, o'sha Istanbul universiteti, Deglik Istanbul Texnik universiteti yoki o'sha Middle East Technical University bor, Ankarada Hacettepe bor va boshqa ko'plab yaxshi universitetlar chet ellik talabalarni bakalavr qabul qilayotgan payti ulardan sertifikatlar so'raydi. Bu IELTS emas, bu yerda aynan matematikaga ixtisoslashgan SAT sertifikat bo'lishi mumkin bu yoki TRYO sertifikati bo'lishligi mumkin. Demak, bu universitetga o'tgan paytingiz sizdan shu ikkita sertifikatlardan bittasi yoki ularga alternativ bo'lgan universitet o'zi saytida ko'rsatilgan sertifikatlar so'raladi sizdan. Demak, ikkinchi toifadagi universitetlar bor. Bular asosan Istanbul va Anqaradan tashqarida, odatda har doim emas, bu universitetni o'ziga bog'liq universitetlar bor va ularga sizni oddiy maktab shahodatnomangiz, attestat yoki o'sha kollejlik diplomi bilan bakalavrga bemalol topshira olasiz. Xo'p, bundan tashqari kerakli hujjatlar nima bizda bakalavrda? Birinchisi Zagrant pasport, ya'ni o'sha xalqaro pasportimiz bo'lishi kerak. Bu 100% majburiy emas. Ba'zi universitet ID karta bilan ham qabul qiladi, lekin degan joyi bor. O'zbek tilida o'sha Zagrant pasport olgan payt ismlar o'zgarib ketadi bizda. Misol uchun YEV qismida Y tushib qolishi mumkin yoki ism familiyasida O, G harflar bo'lgan payti ular U yoki G yoki K ga o'zgarishligi mumkin. Bunaqa holatda keyinchalik ishingiz yana ko'payganligi uchun men har doim aytaman, universitetga hujjat topshirishdan oldin Zagrant pasport olganingiz yaxshi. Xo'p, undan keyin oddiy rasmingiz kerak va bir qancha qo'shimcha ma'lumotlar. Bu adresingiz, kontakt ma'lumotlaringiz va boshqa, ya'ni sertifikatsiz o'sha IELTS yoki SATsiz oddiy diplom o'zi bilan topshiradigan bo'lsangiz, sizda deyarli hech qanaqa majburiy yoki qiyin bo'lgan hujjat turlari yo'q. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Va undan keyin endi magistraturaga o'tadigan bo'lsak, magistratura ham xuddi shunaqa bizda sertifikat bilan va sertifikatsiz qabul qiladigan universitetlar bor. Va magistraturada asosan bizda ALES degan sertifikat bor. Bu IELTS emas, boshqa narsa. Aynan magistratura va doktoranturaga ko'pchilik universitetlar ALES sertifikat so'raydi yoki shunga o'xshagan alternativ sertifikatlar. Bu GRE bo'lishi mumkin, GMAT bo'lishi mumkin va hokazo. Demak, shu universitetlar bilan qabul qiladi ko'pchilik universitetlar. Lekin ba'zi universitetlar oddiy bakalavrni o'zini diplomi bilan ham qabul qilishligi mumkin. Doktorantura ham xuddi shunaqa bo'ladi. Demak, magistr diplomi bilan qabul qiladigan universitetlar ham bor yoki o'sha IELTS, GRE, ALES, GRE, GMAT ga o'xshagan sertifikatlar bilan qabul qiladigan universitetlar ham bor. Buni qayerdan bilamiz desanglar, har bitta universitetda o'zini alohida saytida ma'lumot berilgan bo'ladi. Chet ellik talabalarni qabul qilish bo'yicha.
qabul muddati, kerakli hujjatlar, grant qabul qilingandan keyin nimalar qilinadi, hammasi to'liq universitet saytida berilgan bo'ladi. Lekin umumiy bizada ikkiga bo'lsak bo'ladi demak aytganimdek. Birinchi toifadagi universitet bu YOS, SAT, GRE, GMATga o'xshaydigan sertifikat so'raydi. Kirish nisbatan qiyinroq. Yoki ikkinchi toifadagi universitetlar bor, o'sha oddiy maktab diplomi, bakalavr diplomi yoki o'sha shahodatnoma va attestat bilan topshirib qabul qilinib kirsa bo'ladigan universitetlar. Xo'p, endi eng muhim mavzulardan biri bo'lgan til sertifikatlari yoki o'zimman til o'qitish tili haqida gaplashamiz. Xo'p, bu yerda ham men universitetlar bir qancha qismga bo'lib tashlagan bo'lardim. Nimaga? Birinchisi, til sertifikati majburiy bo'lgan universitetlar, ya'ni bu universitetlarda siz turk tilida o'qiysizmi yoki ingliz tilida o'qiysizmi, arab, fransuzmi yoki boshqa tilning farqi yo'q. Sizdan hujjat topshirayotgan paytingiz o'zida xorijiy til bilish sertifikatini so'raydi. Bu kam holatda bo'ladi. Undan keyingi universitet bizda qanaqa? Faqat ingliz yoki turk tilidan boshqa tillardagi o'qitishga til sertifikati so'raydiganlar. Ya'ni aytaylik, siz biznes boshqaruvini, iqtisod yoki IT yoki xohlagan bitta yo'nalishni aytaylik, bitta universitetda ingliz tilida, rus tilida, nemis tilida, arab tilida o'qish olasiz. Xo'p, bunaqa holatda ba'zi universitetlar aytganimdek, sizdan til sertifikatlari so'raydi. Va til sertifikatida bu ingliz tilida bo'lsa TOEFL, SAT ham ba'zan hisoblanadi, yoki Turkiyaning o'zini boshqa YDS va shunga o'xshagan sertifikatlar bor va IELTS mavzusiga keyinchalik qaytaman yana. Nemis tili, rus tili, arab tili ham xuddi shunaqa. Xo'p, endi keyingi toifadagi universitetlar. Yana o'sha mavzuda qolamiz. Turk tilida emas, boshqa tillarda o'sha ingliz, rus, arab, ingliz, rus, arab, fransuz yana nimada xullas turk tilidan boshqa tilda o'qimoqchisiz. Ba'zi toifadagi universitetlar bor demak, sizdan hech qanaqa til sertifikatsiz qabul qiladi. Ya'ni qanaqa bo'ladi bu yerda? Aytaylik, siz ingliz tilini bilmaysiz, lekin iqtisodiyotni ingliz tilida bitta Turkiyadagi universitetda o'qimoqchisiz. Bunaqa payt hujjat topshirish universitetga va qabul qilinganingizdan keyin sizda yarim yillik yoki 1 yillik til kursi bo'ladi agar tilni bilmaydigan bo'lsangiz. Bu universitet o'zining ichida bo'ladi va oldin til kursi o'qiysiz, undan keyin o'qishingizni boshlaysiz. Ya'ni yarim yil, 1 yil yana siz o'qish muddatingizga qo'shiladi. Lekin agar siz til bilib, til sertifikatingiz bo'lmaydigan bo'lsa, ba'zi universitetlar sizga o'qishga qabul qilingandan keyin universitetda ro'yxatga o'tayotgan payti aynan til imtihonini topshirish variantini beradi. Bunaqa holatda demak, inglizni bilasiz, til sertifikatingiz yo'qmi? Bo'ldi, universitetga qabul qilingandan keyin borib imtihon topshirsangiz bo'ladi va o'tsangiz to'g'ridan to'g'ri o'qishingizni boshlaysiz. O'ta olmasangiz, demak, yarim yil yoki 1 yilgacha til kursini o'qishingiz mumkin bo'ladi. Va bu bepul bo'lmaydi tabiiy, buni alohida to'lovlari bor va uni har bitta universitet o'zini saytida ko'rishingiz mumkin bo'ladi yana. Xo'p, endi turk tili asosiy mavzuga qaytaylik. Turk tilini xohlagan bitta yo'nalishda Turkiyada turk tilida o'qimoqchimiz. Bunaqa holatda ko'pchilikda YOS degan sertifikat yo'q yoki TOMER sertifikat bo'lishi mumkin bu. Agar sizda YOS yoki TOMER bo'lsa, bular qabul qilinadi to'g'ridan to'g'ri va universitetga hujjat topshirib qabul qilinsangiz, to'g'ridan to'g'ri o'qishingizni boshlab ketishingiz mumkin. Bu yerda minimum talab B2 yoki B2 deydi yoki ba'zan C1 yoki C1 ham so'rab qolinishligi mumkin. Lekin ko'pchilik, deyarli barcha universitetlarda turk tilini bilmaysizmi? Yana o'sha yarim yil yoki 1 yilgacha turkcha hazırlik deydi buni, yoki turk tilidan o'sha til kursi o'qishingiz mumkin. O'sha foundationga o'xshagan narsa bu ham. Yarim yil 1 yilgacha turk tilini o'qiysiz va undan keyin o'zingiz o'qishingizni boshlab ketishingiz mumkin. Yoki yana o'sha tilni bilasizmi, lekin sertifikatingiz yo'qmi? Universitet o'zi sizga tekinga imtihon qilib berishligi mumkin. Imtihonni o'tasiz, yana o'sha o'qishingizni to'g'ridan to'g'ri boshlab keta olasiz. Demak, til sertifikatlari yoki o'sha o'qitish tillari haqida mavzu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Yana bitta gap, har doim takrorlayman buni. Kontrakt e'tibosini har bitta universitetda o'zining alohida talabi bor va buni universitet o'zining saytida ko'rishingiz mumkin. Endi eng muhim mavzu IELTS mavzusiga qaytamiz. O'zbekistonda IELTS deyarli hamma joyda qabul qilinadi. Amerikada o'qishayotganlar asosan IELTS yoki chetga o'qimoqchi bo'lganlar asosan bizda IELTS oladi. Lekin Turkiyada bu holat boshqacha. Ya'ni afsuski va yana afsuski, Turkiya universitetlari, davlat universitetlari IELTS qabul qilmaydi. Kamdan-kam holatda universitet qabul qiladi va bular soni ham juda ham kam. Nima qilamiz endi? Agar ingliz tilida o'qimoqchi bo'lsangiz, boshroqda aytdim, TOEFL sertifikat O'zbekistonda bor yoki ba'zan SAT ham qabul qilinadi yoki o'sha ba'zi universitetlar til sertifikatisiz ham qabul qilinadi. Undan keyin imtihonga kirib berasiz yoki til kursi o'qib berasiz aytganimdek. Demak, Turkiyada o'qimoqchi bo'lganlarga IELTS qabul qilinmaydi ko'pchilik holatda. Ba'zi xususiy universitetlar qabul qiladi, ular kamdan kam aytganimdek
va agar siz bu yozda emas, aytaylik keyingi yil yoki keyingi bir nechta yilda Turkiyaga topshirmoqchi bo'lsiz va ingliz tilida o'qimoqchi bo'lsangiz, maslahatim shu narsaga quloq soling. IELTS olmang, uni o'rniga SAT yoki TOEFL imtihonini oling. Ular butun Turkiyada va butun dunyoda o'tadi, nafaqat Turkiya demak. Aynan o'sha IELTS qismiga demak biroz diqqatli bo'lishimiz kerak. Kerakli ma'lumotlar yoki o'sha boshlang'ich bilimlarni tushuntirib yoki berib bo'lgandan keyin endi asosiy qismga, ya'ni hujjat topshirish qismlariga o'tamiz. Hop, buni ham ikkiga bo'lamiz doimgidek, grant va kontrakt asosida o'qish. Birinchi grantdan boshlaydigan bo'lsak, aytdim asosiylar Turkiya burslari va Diyanet burslari va bular qabullari yiliga faqat bir marta va yanvar-fevral oylarida bo'ladi. Bu degani, siz hozir maktabda yoki universitet, kollej, litsey oxirgi kursida bo'lsangiz yoki allaqachon tugatib bo'lgan bo'lsangiz, qishda Turkiya burslari yoki Diyanet burslari grantiga topshirishingiz mumkin. Bakalavr, magistratura, doktorantura bu farqi yo'q, buni aytdim sizga. Va agarda siz bu yil bitirmaydigan, ya'ni o'sha aytaylik 10-sinf, bakalavr 2-3-kurs yoki o'sha magistr 1-kurslar bo'ladigan bo'lsangiz, afsuski bu yili Turkiya burslari yoki Diyanet burslariga topshira olmaysiz, bir yil kutishingizga to'g'ri keladi. O'zi aytdim, Turkiya burslari haqida alohida video qilganman, to'liq batafsil ma'lumot berilgan o'sha videoda. Buni description yoki o'sha izohlar qismida topishingiz mumkin yoki shunchaki YouTube kanalimga o'tsangiz, u yerda ham ma'lumot berilgan. Endi kontrakt asosiga keladigan bo'lsak, buni hozir sizlarga birinchi bakalavrga va undan keyin magistr va doktorantura uchun alohida tushuntirib beraman. Demak, bakalavrga topshirmoqchisiz. Endi Turkiya burslariga o'xshab qabul qishda emas, balkim odatda yozda va bahor oxiri va kuz boshida ham ba'zan qabullar ochiq bo'ladi. Va buni oldin ham aytdim, har bitta universitetda qabul alohida, shartlar alohida deb. Shuning uchun har bitta universitet saytiga kirib, erinmasdan sinchiklab ko'rib chiqishingizga to'g'ri keladi qabul muddatlari haqida. Lekin aytganim, odatda bahor oxirida ochilishi boshlaydi va kuz oxirida yopiladi. Lekin bu degani to'liq 3 oyga ochiq bo'ladi degani emas. Balkim universitet o'zini kvotasi yoki o'sha xohishiga qarab ba'zan 3-4 kun, ba'zan 1 hafta, ba'zan 1 oy va ba'zan 3-4 oygacha ochiq bo'ladi qabuli. Buni ham aytganim saytidan ko'rishingiz mumkin. Demak, aytdim, faqat yilga bir marta qabul bo'ladi, asosan yozda. Universitetga kirasiz, qabul ochiq bo'lgan payt hujjat topshirasiz. Undan keyin javobini kutasiz, bo'ldi. Ya'ni Turkiya burslari yoki Diyanet burslariga o'xshagan imtihon va suhbat natijalari, suhbat qismlari bo'lmaydi. Faqatgina hujjat topshirasiz va javobini kutasiz. Qabul qilinishingiz yoki qilinmasligingiz ham mumkin bu yerda. Va o'zi javob chiqish muddatlari ham aytganimdek universitet saytida berilgan bo'ladi. Endi magistratura, doktoranturaga qaytadigan bo'lsak, bu yerda bakalavrdan boshqacha tarzda deylik, yiliga sizda 2 marta qabul bo'ladi. Bu kuzgi asosiy qabul va qishki yoki ba'zi bahorgi qabul deydi buni. O'z ikkinchi qabul muddati ham mavjud. Bu degani yilga 2 marta Turkiyadagi davlat yoki xususiy universitetlarga magistratura va doktoranturaga topshirishingiz mumkin bo'ladi. Va bu yerda yana o'sha har bitta universitet saytida qabul muddati, shartlari va javoblar qachon chiqishi haqida ma'lumot berilgan bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa universitet hujjat topshirasiz. Diplomingiz yoki o'sha agar so'ralgan bo'lsa ALES va JRE sertifikatlari bilan, so'ralmasa ularni ham topshirasiz va odatda to'g'ridan universitet javobini e'lon qiladi, lekin ba'zi holatlarda ba'zi yaxshi universitetlar sizni suhbatga chaqirishligi mumkin. Bu suhbat ba'zan onlayn, ba'zan offlayn universitetda o'zida bo'ladi va buni ham afsuski har bitta universitet o'zini saytida alohida ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Umumiy xulosa qilib tashlaydigan bo'lsam, bu o'sha qabul shartlari va muddatiga kontrakt o'qiydigan bo'lsangiz, to'g'risi ishingiz ko'p, qiyin va tushunarsiz ko'p bo'ladi. O'shaning uchun to'g'ri shu ishni ko'p yillar qilib yurgan odamlarga va Turkiyada o'qiyotgan odamlarga yuzlanishingizni so'rayman. Konsaltinglarga to'g'risi men kontrakt masalasida ishonmayman. Ular asosan faqat o'sha kent, yeni yuzida va nimadirlar qilib o'sha bir kunda qabul xat chiqazib beradigan universitetlar bilan ishlaydi, lekin davlat universitetiga keladigan bo'lsak, aytganimdek, ular qiynaladi, yetarlicha bilimga ega emas va undan keyin qabul qilingandan keyin ba'zan ishlaringizga ham, hujjat ishlariga ham yordam bera olmaydi sizda. O'shaning uchun unaqa vaziyatda xos Turkiyada o'qib yurgan va tajribasi bo'lgan, yangi boshlagan emas, tajribasi bo'lganlarga suyanishingizni so'rayman, chunki bu yerda faqat qabul qilindi, bo'ldi, ketaman emas, undan keyin alohida to'liq jarayon bor va uni ham keyinchalik to'liq tushuntirib beraman hali. Menimcha qisqacha tushuntirdim deb o'ylayman. Aynan ta'lim kontrakt yoki grant masalasida Turkiyada ta'lim muddati, shartlari va undan keyingi jarayonlar haqida.
Xo'p, endi o'sha kerakli ma'lumotlar va qabul muddatlari va shart haqida bilib oldik va o'zimizga to'g'ri kelgan universitet topdik deylik. Hujjat topshirish jarayoni qanaqa bo'ladi? Turkiya buslari haqida men alohida videolar seriyasi qilib chiqazganman. 4-5 ta videom bor YouTube'da, uni alohida ko'rishingiz mumkin. Oddiy ma'lumotlardan tortib, to hujjat topshirishgacha hatto men tekinga o'rgatib berganman. Demak, hozir kontrakt qismi haqida gaplashamiz. Ertam asosiy qabullar yozda, bakalavr bo'lsa, magistr bo'lsa qishda yoki yozda ham bo'lishi mumkin dedim. Endi 7 yillik universitet topdingiz va hujjat topshirish qismiga kelamiz. Universitet saytidan qabul muddatini bilib bo'lgach, kerakli hujjatlarni topib bo'lgach, tarjima qismidan boshlaymiz birinchi. Odatda bizlarda hozir bu yil yangi bitirayotganlar maktab shahodatnomasi bizda o'zi avtomatik o'zbek va ingliz tilida chiqadi. Agar siz kollej litsey tugatayotgan bo'lsangiz yoki o'sha attestatsiyangiz faqat o'zbek tilida bo'lgan bo'lsa, lekin uni turk tiliga tarjima qildirishingiz so'raladi. Ba'zi universitetlar ingliz tili bilan ham qabul qiladi, lekin har ehtimolga qarshi turk tiliga tarjima qildirganingiz universalroq, ya'ni o'sha ko'proq universitet tomonidan qabul qilinadi desak ham bo'ladi. Demak, bitta maktab shahodatnomasi yoki bakalavr diplomini ingliz tilida avtomatik tarjimasi bo'lmasa, yo ingliz yo turk tiliga tarjima qildirishimiz kerak notarialniy. Apostil qilish hozircha shart emas. Universitet hujjat topshirayotgan payti keyinchalik kerak bo'ladi. Sagran pasport aytdim, uni tarjima qilish shart emas hujjat topshirayotgan payti va ba'zi universitet qo'shimcha ravishda CV, niyat maktubi, o'sha motivation letter so'rab qolishi mumkin yoki tavsiyanoma so'rab qolishligi mumkin. Bu alohida mavzu. Lekin aytaylik, o'sha hujjatlarni yig'dingiz va yo turk yoki ingliz tiliga tarjima qilib bo'ldingiz, hujjat topshiramiz. Xo'p, hujjat topshirdik. Endi javobini kutamiz deb aytganimdek, ba'zi universitetlar kam-kam holatda bu magistr yoki doktoranturaga siz suhbatga chaqirishi mumkin. Bakalavr shunchaki imtihonsiz yo rad yoki qabul javobini olasiz siz bu yerda. Endi qabul bo'ldingiz, endi nima qilamiz? Eng muhim, qiyin, vaqt oladigan va hatto qimmatga tushadigan joyingiz aynan qabuldan keyin boshlanadi sizda. Bu yerda nima? Birinchi navbatda qabulni tasdiqlaganingizdan keyin kontrakt to'lovi sizni kutib turadi ko'pchilik holatda va buni ba'zi universitetlar yarim yillik to'lash so'raydi, birdaniga ba'zilar to'liq 1 yillik so'raydi va ba'zilar til kurs to'lovini so'raydi va kontrakt qolib turadi deydi. Bu ham har bitta universitetga alohida har xil, ya'ni umumiy ma'lumot berib bo'lmaydi buni. Har bitta universitet alohida, lekin odatda aytganimdek, yoki yarim yillik to'laysiz yoki til kursini to'lovini qilasiz. Xo'p, endi buni to'ladik deylik, undan keyin viza O'zbekistondan Turkiyaga borayotgan paytingiz o'qishga yoki sayohatga bilasiz 3 oylik bizda vizasiz rejim bor, ya'ni 3 oy bemalol 90 kun qolishingiz mumkin hech qanaqa hujjatlarsiz. Lekin siz o'qishga ketayotganingiz uchun bu yerda talaba sifatida yashash ruxsatnomasi yoki o'sha o'tirma izni deydi. O'shani olishingiz kerak bo'ladi. Buni Turkiyaga kelgandan keyin qilasiz, lekin bu ham alohida jarayon. Demak, viza shart emas, lekin kelib bo'lgandan keyin o'quvchi sifatida, o'sha student sifatida kimlik yoki kimlik emas, yashash ruxsatnomasi qildirishimiz kerak. Xo'p, qabul qilindik, kontrakt to'ladik. Endi asosiy masala viza yo'q ekan bizda. Asosiy masalamiz qoldi. Hujjat ishlari. Ya'ni qanaqa? Ba'zi universitetlar shunchaki notarialniy tarjima qilgan hujjatlar qabul qilsa ham, ko'pchilik holatda Turkiya universitetlari o'quvchilardan hujjatlarini aynan o'sha zagran pasporti yoki shahodatnoma va diplomaringizni birinchi holatda faqat apostilni o'zini so'rashi mumkin, apostil va tarjimani, yoki ikkinchi holatda aynan O'zbekistondagi Turkiyani elchixonasidan tasdig'ini, apostilini va tarjimasini so'raydi. Bu juda ham qiyin, vaqt va xarajat oladigan jarayon, lekin bu ham bor. Buni esdan chiqarmang. Ya'ni topshirishdan oldin bularni bilib qo'ying sifatida aytayapman. Aytaylik, buni ham qabul qildingiz, undan keyingi qiladigan ishingiz, agar siz bakalavrga topshirgan bo'lsangiz, denklik degan alohida yana bitta boshqa o'rib qolsizlar, afsuski, denklik ham vaqt va pul oladigan narsa, afsuski. Buni keyinchalik alohida tushuntirib beraman, lekin xullas denklik degan narsa borligini bilib qo'ying. Bu shunchaki O'zbekistonda olgan ta'limingiz Turkiyaning ta'lim tizimiga to'g'ri keladi va bakalavrga qabul qilinishga yetarli degan bitta hujjat hisoblanadi va buni ham ishlari ko'p. Buni xolos siz Turkiyaga kelishdan oldin yoki birinchi yil til kursi o'qiyotgan payti qilishingiz ham mumkin. Xo'p, agar siz magistr doktorantura topshirgan bo'lsangiz, sizda unaqa denklik degan narsa odatda so'ralmaydi. Faqatgina ba'zan psixologiya yoki tibbiyot va sog'liqni saqlash sohalarida so'ralishligi mumkin denklik. Bu ham alohida jarayon etganimdek.
va buni ham universitet o'zi saytida berilgan bo'ladi. Demaklik kerakmi yoki yo'qmi? Yoki undan keyin yana bitta hujjatimiz bor, o'quv tanimi yoki o'quv tanilma belgisi deydi buni. Ya'ni sizni o'qish bitirgan O'zbekistondagi yoki chet eldagi universitetingiz Turkiyada tan olishini qilinadigan, ko'rsatadigan bitta hujjat. Buni kim qilib bera oladi? Odatda Turkiyada yashash ruxsatnomasiga ega bo'lgan qonuniy bitta shaxs qilib bera oladi. Masalan uchun men Turkiyadagi EDL, bizdagi o'sha MyGovga o'xshagan sistemaga kirib, O'zbekistondagi xohlagan bitta universitetda Turkiyada tan olinishini ko'rsatib beradigan bitta hujjat qilib berishligim mumkin. Bu oson ish. Shunchaki qo'shimcha vaqt oladi va so'raladi ba'zan magistratura va doktorantura uchun bizada. Xo'p, endi bu hujjatlarni yig'dingiz, o'sha denkligingizni qildirdingiz, tarjima, apostil, tasdiqlarni qildirdingiz. Endi nima qilamiz? O'sha doimgidek bilet olib, Turkiyaga kelishimizga to'g'ri keladi. Ertaga viza yo'q. Xohlagan paytingizga bilet olib, xohlaganda aynan o'sha universitet registratsiya tarixlari oralig'ida tomon bu yerda bilet olib Turkiyaga kelishingiz mumkin. Va bu yerda birinchi qiladigan ishimiz nima? Albatta universitetga registratsiya qilib, qoladigan joy topish. Ya'ni o'sha yotoqxona, kvartira deyishimiz mumkin, farq yo'q, o'shalarni topishimizga to'g'ri keladi. Bu ham alohida jarayon, ular ham alohida to'lovlari bo'ladi. To'g'risi, o'zi asosiy ishingiz qabul qilingandan keyin o'zi boshlanadi Turkiyada o'qish bo'yicha. Va aytdim, bu biroz vaqt oladi va keyinchalik sizga muhimroq bo'ladigan, lekin hozir aynan hujjat topshirish jarayonida bo'lsangiz, unchalik muhim bo'lmagan jarayon. Shunchaki bularni bilib qo'ying, vaqt va xarajat olishini miyangizda saqlab qo'ying ma'nosida aytayapman. O'zi bizlarni topshirib berishga alohida xizmatimiz, arzon narximiz bor va undan keyin qabul qilinib Turkiyaga o'qishga keladigan bo'lsangiz, unga alohida kutib olish, o'sha hujjat ishlari, denklik, tarjima, apostil, yotoqxona, kvartira, universitet registratsiyasi, yashash ruxsatnomasiga o'xshagan xullas hamma ishingizni alohida qilib beradigan alohida xizmatimiz bor. Bunga ham alohida taklif beramiz. Ma'qul kelsa uni qabul qilishingiz mumkin. Xo'p, demak, qisqacha bugungi videoda Turkiyaga o'qishga kirish yoki xohlashdan o'sha 0 dan boshlab 100 gacha yoki o'sha oxirigacha bo'lgan jarayonni to'liq tushuntirib bera oldim deb o'ylayman. Ma'lumot juda ham ko'p va biroz chalkash bo'lishi mumkin. Qanaqadir savolinglar bo'lsa, doimgidek izohlarda yoki Telegramimizdan mendan so'rashingiz mumkin. Bu video foydali bo'ldi deb umid qilaman. Aytgancha, keyingi videoda aynan qanaqa qilib universitet saytidan hujjat topshirishni to'liq tekinga o'rgatib beraman. Demak, bu videoga like bosishni, yoqtirishni va boshqalarga ulashishni unutmaymiz. Shuningdek, bu videoni kanallar rivoji uchun menga obuna bo'lib qolishni ham unutmanglar. Ko'rishguncha.